Bu uy tashqaridan kichkina ko'ringani bilan ichida ikkita oila bemalol yashasa ham bo'ladigan qilib ko'p xonali qurilgan ekan. Shunaqa hashamatli hovli Toshkentda eng zo'r lokatsiyalardan biri Mirobod tumani Greenwich Novostroykani orqasida joylashgan. Egalari boshida aytilgan narxdan naqd $40,000 tushib berishyapti. Hozir uyi ichki holati 80% ishlari bitgan, pat-ключ oshxona mebellari bilan chiroyli qilib topshirishar ekan. Uyi umumiy maydoni 204 sotikga tushgan bo'lib, yashash maydoni 372 kvadrat metrdan iborat. Ko'rib turganingizdek 2 qavat 3 ta uruvli qilib qurilgan, umumiy 9 ta xona, undan tashqari o'zini mana shunaqa orqa hovlilariga ham ega ekan. Endi uyimizning ikkinchi qavatini ko'rsatsam, mana shunaqa zinalar orqali chiqqanimizda uzun koridor va 4 ta yotoqxona joylashtirilgan ekan. Ko'rishingiz mumkin, bu yotoqxonani o'zingiz xohishingizga ko'ra zal qilib qo'ysangiz bo'ladi. Uni yonginasida kattalar yotoqxonasi, o'zini sanuzel qismlariga ham ega ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, boshida $340,000 so'rashgan edi. Hozir $300,000 pat-ключ oshxona mebellari bilan to'liq remont qilib topshirishar ekan. Sizda shuncha pulingiz bo'lganda bu uyni olgan bo'larmidingiz? Kommentariyalarda yozib qoldiring va uy olishni niyat qilgan insoningizga yuborib qo'ying, albatta manfaatli bo'ladi.